bir xondan g'amgin viloyat Ziboy Qunduz Ulus vali imom sohib Qariyay boy qishloqdan hozir mamlakat Iron shahri Terondan o'z shoirim shoir ustod Abdulqodirjon boy qishloqini o'z yozgan she'ri xos o'z farmoyishiga viloyat Ziboy Qunduz Ulus vali imom sohibdan g'amxona qizning farmoyishi bor va ukasi Ehsonulloh jon g'amginning farmoyishi bor. Hafizulloh nazariy sesida eshiting, sog' bo'ling aziz do'stlarim. Xo'shlikdan qildim izhor dildan chiqqan she'rimni nozgulim qanday o'zi sendan butun mehrimni xumor ko'zing ajonim qilib qo'ygan yodimni kichkina bo'lsang mayli men unutolmayman o'zga qo'lidan hech vaqt xushol bo'lib tutolmayman tojon bo'lsa tanimda men sendan kecholmayman ko'zing jonimga seni aygirli g'uncha zang urib kel va sopsan so'zim bor senga necha shul yoring yaxshi ko'rsa meniki ikki shuncha ikki yillab gaplashib ko'rdim yo'q zarra xato qismat o'zi ishin qildi bo'lolmadim ham sado ah bu dunyo bevafo bizga bo'ldi nosazo guliston edi biz oshiqlarni bog'i hamisha bo'ston edi ishqi pokimiz dilga hamish jovidon edi jonim xushu axloqing aqli hushimni oldi fikru zikrim sen taraf majnun saroyga qoldi Alloh nasib qilmadi shunday yaxshi usoldi sevgan nigorim qizlarni bir donasi qablimni ko'nchi bo'lgan shu nigor
Abdülkadirjon Boyqishloqning WhatsApp raqamlari 2098 90 15 30 33 58. Unutmang do'stlarim. Tarifingni qilsam, mayli qilsang menga noz. 3 yil bo'pti ko'rgam yo'q, qancha ko'rsam yana boz. Bulbuldan shirin tiling, nola qilgin xush ovoz. Ishqingga gado bo'ldim, majnun binavo bo'ldim. G'amingdan yona oxir men ado bo'ldim. Bo'lganimcha sendan xo'sh, har kun judo bo'ldim. Maydon divona qilar, bu yuragim havasi endi qandayin bo'lar. Shoir Abdulqodirjon she'rni ravona qilar. Xudoyimdan tilarman tog'ishon sabrini, dilga tasallo bersin, ko'rmayin ishq jabrini. Bir kunchi joying